To'rt tarmoqni birlashtirgan ko'rgazma O'zexpo markaz pavilyonlarida mamlakatimiz iqtisodiyotining driver tarmoqlari to'qimachilik, charm poyabzal, shuningdek hunarmandchilik va asalarichilik imkoniyatlari namoyish etildi. Ushbu o'ziga xos format to'rtta tarmoqning bir maydonda jamlanishi, o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish, biznes portfelini yangi loyihalar bilan boyitish, eksportni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblamoqda ekspertlar. Tafsilotlar bilan galdagi lavhamizda tanishasiz. Xalqaro tarkibga ega to'qimachilik va moda sanoatining noyob ixtisoslashtirilgan ko'rgazmasi. Ishlab chiqarish zanjiri bo'ylab ip kalavadan tortib tayyor kiyimgacha bo'lgan jarayonlar, jahonning yetakchi to'qimachilik biznesi va moda sanoatining yutuqlari, innovatsiyalarni namoyish etishga imkon berdi. Ko'rgazma ekspozitsiyasidan 70 dan ziyod mahalliy korxonalarning so'nggi ishlanmalari va yuqori sifatli mahsulotlari joy olgan. Ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar va xaridorlarning talab va takliflari, istaklari inobatga olingan holda Uztextil Expo ko'rgazmasi ketma-ket 3 yil davomida bahor va kuz mavsumlarida o'z eshiklarini ochiq deb e'lon qilyapti va bu O'zbekistonda yilda 2 marta o'tkaziladigan ayni sohadagi eng yirik tadbir hisoblanadi. Start berilgan kuzgi mavsumda 70 dan ziyod mahalliy korxonalar bilan bir qatorda turli davlatlardan kelgan 100 dan ziyod xalqaro kompaniyalar va brendlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishmoqda. Biz Türkiye'de normal şartlarda, sizdeki tabirinizde şiveke. Biz Turkiyada yirik ip va kalava ishlab chiqaradigan korxona tashkil etganmiz va bugun O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yganmiz. Biz nega aynan O'zbekistonni tanladik? Chunki mamlakatingizda ishlab chiqaruvchilar, eksportyorlar, tadbirkorlar va investorlar uchun juda qulay ishbilarmonlik muhiti yaratilgan. Hozirda Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida korxonamiz bor va u yerda kiyim-kechaklar ishlab chiqaramiz. Men bu yerda o'zbekistonlik hamkasblarim bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'ldim. Biz oldinroq Varshavadagi elchixonada bo'lib o'tgan tadbirda ham mamlakatingiz delegatsiyasi bilan uchrashganmiz va muloqotlar olib borganmiz. Shuningdek, O'zbekistonning salohiyati bilan yaqindan tanishganmiz. So'nggi yillarda mamlakat to'qimachilik sanoatida katta yutuqlarga erishdi. Biz mahsulotlarimizni sotishimiz uchun O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yaxshi bozor. Ko'rgazma doirasida ushbu sohadagi aloqalarimizni yanada kengaytirish istiqbollarini ham muhokama qilyapmiz. Yilga 2 marta o'tkaziladigan ushbu ko'rgazma ishlab chiqaruvchilarning potensial mijozlari bilan ishbilarmonlik aloqalari, savdo bozorlarini kengaytirish bo'yicha hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun samarali platforma hisoblanadi. Unda ishlab chiqaruvchilar, dizaynerlar va mutaxassislar uchrashib, fikr va tajriba almashdi. So'nggi ishlanmalar, innovatsiyalar haqida muloqot qilishdi. Korxonamiz trikotaj matolari ishlab chiqarish va trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Asosiy bozorlarimiz bu MDH davlatlari va qolaversa Yevropa davlatlari ham bor. Biz yiliga taxminan 25 million dollardan ziyod eksport qilamiz. Ko'rgazma doirasida xalqaro to'qimachilik konferensiyasi, B2B uchrashuvlari, moda namoyishlari, sanoat kolleksiyalari, yetakchi dizayner va soha mutaxassislarining mahorat darslari ham tashkil etilmoqda. Uzcharm Expo Euro-Asia Markaziy Osiyodagi eng yirik ixtisoslashtirilgan ko'rgazmalardan biri hisoblanadi. Pavilyonlarda 15 dan ortiq xorijiy, 150 dan ziyod mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'zlarining mahsulotlarini taqdim etishmoqda. 3 kun mobaynida davom etadigan ko'rgazmada 2000 dan ortiq ishtirokchilarni qamrab olish maqsad qilingan. E'tiborlisi, ishtirokchilarning 70% eksportyorlar. Bu o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yish, biznes portfelini yangi loyihalar bilan boyitish, xalqaro brendlarni jalb etish uchun samarali muhitni yaratadi. This is the 6th year we are, participating in this exhibition. Biz bu yil 6-marta mazkur ko'rgazmada Italiyaning charm sanoatidagi vakili sifatida ishtirok etyapmiz. Dunyodagi har bir davlat korxonalarining charmga ehtiyoji bor. Shu sababli barchamiz sifat darajasini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Sizlarning chiqarayotgan mahsulotlaringizni ko'p bora kuzatganman. Yevropa bozorlarida O'zbekiston tovarlariga talab bor va bizdan so'rashadi. Mahalliylashtirilgan mahsulotlar alohida pavilyonda namoyish etilmoqda. Tadbirkorlar 2000 dan ortiq turdagi mahsulotlar, jumladan xomashyo, butlovchi buyumlar va materiallarni taqdim etishyapti. Bu esa yangi bozorlarni egallash, eksport hajmini oshirishda omil bo'ladi. Bu ko'rgazma hozir 17-marta bo'layotgan bo'lsa, biz shu har safar qatnashamiz. Asosiy maqsadimiz chet elga chiqish, chet elda partnyorlar topish, chet elga eksport qilish, shu o'zimizning terilarni, o'zimizning sifatimizni ko'rsatish va shu bilan birga foyda ko'rish. Eksportyorlar shu bizning partnyorlar bilan ishlash uchun shu ko'rgazmalar bizga yo'l ochib beradi. Yaqinda Italiyada bo'ldik, u yerda Portugaliya, Ispaniya yangi klientlar bilan ishladik. Ular xudo xolasa mana shu bir hafta 10 kun ichida kelish kutilmoqda. Kelgandan keyin ularga ko'rsatib, yana shu eksport hajmini oshirish maqsadimiz. Asosan baribir eksportga qaraymiz. Masalan, hozir mana Portugaliya, Ispaniya dedim, yana
Hindiston bilan Pokistondan ham klientlarimiz kelishi kutilmoqda. Ko'rgazmada nafaqat kompaniyalarning salohiyati, mahsulot assortimenti va sohadagi innovatsiyalar bilan tanishtirilyapti, balki B2B, G2B, G2G formatidagi muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Natijada yangi shartnomalar imzolanib, hamkorlikning yangi bosqichiga o'tilyapti. Ilk bora 4 ta tarmoqni birlashtirgan ko'rgazma. Bu gal yangi format. Tekstil yoki charm sanoati kompaniyalari bilan birga endi xalqaro darajadagi ko'rgazmada hunarmand hamda asalarichilar ham kelib, o'z mahsulotlarini taklif etmoqda. Islomiddin Jamolov asalarichilikda 5-avlod vakili. 4 ta tarmoq qamrab olingan xalqaro ko'rgazma u rahbarlik qilayotgan korxona uchun ham manfaatli bo'ldi. Yangi eksport shartnomalari uchun asos bo'ldi. Hozirgi kunda biz B2B segmentiga yanada aktiv ravishda kirmoqdamiz. Bugungi tadbir, bugungi ekspo biz uchun juda ham noyob imkoniyat hisoblanadi, chunki aynan bu yerda biz chet eldan kelgan hamkorlar, turistlar, investorlar bilan birgalikda muloqot qilgan holatda ularga o'zimizni mahsulotimizni taqdim etib, ko'nglidan joy egalladik desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi format networking formatda aynan tekstil mahsulotidan tashqari hunarmandchilikka, asalchilikka qiziqqan chet eldan kelgan investorlarni, qiziqqan insonlarni ko'rdim. Dastlabki natija bugungi bir kunni o'zida chet eldagi tadbirkorlar bilan ularga o'zimizni takliflarimizni taqdim etdik va biz bugungi tadbirdan juda ham mamnunmiz. O'ylaymanki, Xudo xolisa, kelgusida mana shu tadbirlar ko'proq o'tkaziladi va biz hamkorlarni yanada sonini oshirib boramiz. O'z mahsulotlarining savdosini yo'lga qo'ygan hunarmandlar ham ko'rgazmadan katta natijalar kutmoqda. Bu ko'rgazma o'zgacha bir formatda tashkillashtirildi. To'qimachilik mahsulotlari, asal hamda hunarmandchilik mahsulotlari uyg'unlikda bir maydonda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu ko'rgazmadan juda ham mamnunmiz. Juda ham ko'plab odamlar kelib turibdi. Mahsulotlarimiz bilan katta qiziqish bildirishyapti. Albatta, bu ko'rgazmalar bizga ko'proq yangi eshiklarni, yangi mijozlarni va yangi g'oyalarni kelishiga yordam beradi. 4 ta tarmoqni birlashtirish bu yangi format dedik. Xo'sh, bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima? 4 ta tarmoqni birlashtirishdan asosiy maqsadimiz xorijiy investorlarimiz yoki ishbilarmonlar tashrif buyurganda nafaqat bitta sohani, balki O'zbekistondagi charm mahsulotlari, hunarmandchilik va asalari mahsulotlariga qiziqishlar bildirildi va chet ellik mehmonlarimiz tomonidan dastlabki qadamlar qo'yildi. Ya'ni o'zaro kelishuvlarga erishildi. Bu nima natija beradi? Muloqotlar natijasida eksport hajmini oshirishga erishiladi. Bundan keyingi bo'lib o'tadigan yarmarkalarga ham bir nechta tarmoqlarni qamrab olgan formatda o'tkazishni rejalashtirib oldik. Qayd etish kerak, xalqaro ko'rgazma 17-oktyabrgacha davom etadi va siz bir maydonda 4 ta tarmoq, tekstil, charm, asalarichilik hamda hunarmandchilik mahsulotlari bilan tanishishingiz mumkin.